Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotganlar. Bugun yana ikkinchi kun akani uyiga mehmondamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yangi siz ham yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yangi akamiz bilan turmush qurganingiz necha yil bo'ldi? Akam qachon mana shunday mazzalar qochib shu holatga keldi? Nechta farzandlaringiz bor? Bizning obunachilarimiz hayotingiz bilan qiziqishyapti. Shularni yoritib o'tib ketsalaringiz yaxshi bo'ladi. Akamizni mana aka bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz bitta duo qilib qo'ying, keyin yangam ularga murojaat qiladi-da. Aytganingiz kelsin. Yangi qaranglar, o'rtoqlar, biz bugun kamerachimiz kelmagan. O'zim ham gapirib, o'zim kameraga olyapman. Yangi mana akam bilan turmush qurib, bu holatga qanday kelib qoldilar, qanaqa vaziyat, shularni yoritib ketsangiz, bizni kuzatib borayotganlar qo'lidan kelgancha sizlarga yordam bersa. Assalomu alaykum kuzatib boruvchilar. Men 2005-yil turmush qurganman. Xo'jayinim 2005-yildan beri yuraklari og'rib turardi. O'zi qurilishlarga ishlaganlar, oilani boqib turardilar. Hozir oilada 4 ta farzandimiz bor, yosh farzandlarimiz bor. 5 yildan beri shu kasallikka nima bo'lganlar, yuraklarni operatsiya qilib oldirib tashladik. Bir marta toshlarni oldirdik. Hozir bir buyrakdalar. 2020-yildan beri o'pkalari shamollab, Covid'da shu o'pkalari shamollab qolgan. Nafas ololmaydilar, kisloroddalar. 2 yildan beri bir joyda yotibdilar, yurolmaydilar, hafsalari yo'q. Birinchi guruh, ikkinchi guruhni o'rgandilar, hozir birinchi guruhga o'tdilar. Aravada yuradilar. Chiqolmaydilar tashqarilarda, ishlolmaydilar. Farzandlarim yosh hali, go'daklarim yosh. O'zim ham 2 marta operatsiya bo'lib, oilani boqib yurdim. Og'aylarimiz yordam beryapti, oz-ozdan. Qo'ldan kelgancha mahallaga, masjidlarga yordam bo'lganimizda. Endi ular yetmayapti, endi kasalliklari kuchayib yetmayapti. Shunga ozroq yordam bersalaring. Sal yuqoriroqqa chiqsak, Toshkentlarga olib borib davolashimiz kerak. Agar operatsiya buyursa, operatsiya qildirishimiz kerak. O'pkalari yaxshi emas holati. Doktorlarga olib borib, Termizlarga olib borib, doktorlarga yotqizganimga o'pkalari qurigan dedi. Faoliyati yaxshi ishlamayapti. Shuning uchun nafas olishlari qiyin. Shunga agar yordam bersalaring, og'aylar ham yordam berib turibdi. Ro'zg'orimizdan qiynalib qoldik. Xo'jayinim bu ahvolda, o'zim ham sog'ligim yo'q. Yordam bersalaring, uzoqroqqa borib davolab kelaylik. Bolalarim boshqa sog' bo'lsinlar. Yangi kechanki videoga mana bu uylar akaniki deb aytib o'ribman. Bu uylar rostdan ham akani uylari bo'lganmi yo boshqa kishining uylarimi? Bizni yerlarimiz bo'lgan, nima Agrodan qolgan tomorqalar bor edi. Xo'jayinim 3 yildan beri kasal bo'lganlardan beri sotganmiz. Bo'lib sotib, odamlar kelib uy qurdi derdi. O'zimizga yarasha 4 xona uyimiz bor. Kichkina uy qurdik. O'zimizga shu bolalarimiz uchun yashab turibmiz, bolalarimiz. hozir sharoitlaringiz, aka ishlamayapsiz, akaga qarab o'tiribsiz. Yeb icharlaringiz qayerdan bo'lyapti, nima qilyapti? Hozir qo'shnilar yordam berib, shu atayizga olib kelishadi, shu bunyonda bolalarimiz bilan yeyamiz. Kuchim yetgancha chiqib kunlarga, kunbay ishlarga ishladim. Endi ilojim yetmayapti. Bu kishiga ham qarovchi yo'q, bolalarim yosh, qarolmaydi. O'zim sog'ligim yo'q mana. Bizni o'zim bo'lmasa ham shu xo'jayinimga yordam beringlar, bolalarim boshqa sog' bo'lsinlar. hozir men sizni uy joylaringiz, sharoitlaringizni ko'rdim. Endi buni yoritishdan oldin birinchi akani ko'rsataylik dedim. Bugun hozir xudo xolisa kartalarni joylashtiramiz. Balkim imkon darajada akamizni qo'llab-quvvatlab, akamizni Allohim shifo bersa, Toshkentga olib ketsangiz, xudo xolisa yaxshi chiroyli bo'lib ketaversa nasib. Uy joylaringizni ham misol ko'rsatdik. Qo'ldan kelgancha agar yordamlashsa, ko'maklashsa, remontlarini qilsak, uylar yangi ekan, faqat mana shu uyda
sharoiti yo'qda qaraysizlar. Mana misol uchun nima o'rnashga shunaqa ochib devorni yorib qo'yibdi. Dirza qo'yilmaganda portichka qo'yish kerak. Mana bu yerda mana bu eshiklar qarasalaringiz, mana cho'p eshiklar. Endi boriga qanot qilyapti-da. Alloh shukr qilgan bandasiga dard berar ekan. Bu akamiz yoshligidan birga katta bo'lganmiz shu mahallada. Dalaga suvchi bo'lgan, mana bo'yraklar tugagan. Misol dalaga og'ir mehnatda ishlaganda bu narsani o'zim ham guvohi bo'lganman. Nima bo'lsa, yangamizga sabr bersin, akamizga shifo bersin. Allohim nima deymiz yana? Ayting yanga. Yordam beringlar, bolalarni boshqa sog' bo'lsinlar. Sizdan iltimos qilaman. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Yordam beringlar xo'jayinimni davolashimga. Rahmat yanga. Aka, siz nima deysiz? Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimizdan nima deysiz? Aka, orzularingiz bormi? Orzularingiz? Orzularim bor. Bolalarimni hammasini ko'rib qo'ying. Meni yana bitta qizimni yaptim. Hali ikkita o'g'lim turibdi. Boshini ko'rishmoqda. Yana choralarimni ko'rishmoqda. Qo'ldan kelgancha shu akaga yordam beraylik. Rahmat sizlarga. Ikki yordam sizlarga. Alloh sizlarga o'zi duo etsin. Alloh sizlarga rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchilar. Bugun yangamizga tezakib kelgandik. Mana yangamizning nomidada karta. Men hozir aytaman, to'g'ri noto'g'riligini aytasiz. Bu kartani bugun men videoga joylashtiraman. 4073 4200 77 70 05 51. Sharofat Hasanova bo'lib chiqadi. Ularga nomeringizni ayta olasizmi? Aytingda bir. Ularga nomeringizni o'zingiz aytsangiz, ochiqlik yaxshida. 70lik. Shu kartaga ulangan nomer 70lik 022 2482. Bizni kuzatib boruvchilar, shu kartalarga befarq bo'lmaysizlar. Iloji boricha joylayman. Kenayimizda o'zini kartasi. Qo'llaydan kelgancha nima? Ulangan nomer ham o'zlarining nomeri joylashtirib ketaman. Agar bir savollaring yo bir boshqa tomonlama moddiy yordam qilamiz, qo'limizdan kelgancha yeb ichishga qarashamiz degan obunachilarimizdan bo'lishi mumkin. Yangaga bog'lanib, ro'zg'origa nimasi ham nima qilish kerak bo'lsa, so'rasalar o'zlari ham javob beradi. Biz har kuni shu yerda bu kunlik video olamiz. Uyim sal uzoqroq, lekin kelyapman. Aka, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Allohim sizga dardingizga davo bersin. Inshaalloh. Men ham nima deydi, obunachim kam, qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bizni qo'llab-quvvatlasa inshaalloh. Mana shu nima deydi, avvalo Allohdan bizdan rozi bo'lasiz. Qo'limizdan kelgancha siz uchun harakat qilamiz. Xudo rozi bo'lsin. Iltimos yordam beringlar. Qo'llarim ko'chaga qolmasin. Xo'jayinga Yanga, bu karta sizga turadi. Onlayn ham sizga turadi. Har bir ertasi kuni unutib tashlagan insonni man kelib aytib, o'sha insonlar hoji bolalarimiz bor, hoji onalarimiz bor. O'sha narsani o'zingiz bilasiz, shu insonlarni duo qilib qo'yasiz. Sizga nima bir qilib ehson qilgan bo'lsa, uni g'oyibidan o'zi to'ldirsin. Oldindan shu insonlarni keng duo qilib qo'yaylik. Balkim qalb ko'zlari ochilib, kimdir sizga yordam qo'lini cho'zadi. Alloh sizlarga ming bersin, Parvardigorim. Bola chaqalaring boshiga sog' omon bo'linglar. Sizlar duo qilinglarki, men ham xo'jayinimning uylar dardiga davo bersin ilohim. Bolalaringizni boshiga sog' omon bo'lib, ehson qilganingiz Alloh dargohiga qabul qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika min Allohu akbar.